Davom etamiz. Turizm qo'mitasi, Hunarmand uyushmasi va Xorazm viloyati hokimligi hamkorligida Xiva shahrida Gilamlar jilosi xalqaro festivali o'tkazildi. Ko'rgazmada mamlakatimizning turli hududlaridan kelgan hunarmandlar, dizaynerlar va tadbirkorlar bilan bir qatorda Qirg'iziston, Qozog'iston, Tojikiston, Turkmaniston, Ozarbayjon va Afg'onistondan tashrif buyurgan hunarmandlar, sohaviy olimlar va san'at mutaxassislari ishtirok etdilar. Mavzuni muxbirimiz davom ettiradi. An'anaviy naqshlar, tabiiy bo'yoqlar va qo'lda to'kilgan durdona asarlar. Bularning barchasi Gilamlar jilosi xalqaro festivalida tomoshabinlarga o'ziga xos madaniy merosni his qilish imkonini berdi. Ilk marotaba o'tkazilgan xalqaro festivalda hunarmandlarning noyob gilam mahsulotlari ko'rgazmaga chiqarildi. Qadim Ipak yo'li madaniyatining davomchisi sifatida baholanadi va bu yerda biz mintaqalar bo'yicha Yerevan, Tabriz, Naxchivan, Baku, Quba va Ganja gilamlarini namoyish etmoqdamiz. Ma'lumki, Ozarbayjon gilamlari Ozarbayjon xalqining milliy ruhi, madaniyati va tarixini o'zida mujassam etgan. Gilamlar festivalida ishtirok etishimiz nafaqat O'zbekistonda, balki bu davlatda qatnashayotgan boshqa turkiy davlatlar o'rtasida madaniy integratsiya rolini o'ynamoqda. Bu tajriba almashinuvi hamda madaniy aloqalar esa o'zaro munosabatlarni yanada mustahkamlaydi. Xorazm gilamchilik san'ati ko'p asrlik tarixga ega bo'lib, ushbu gilamlarda o'ziga xos uslub va naqshlarni ko'rishingiz mumkin. Bugungi zamonaviy dizayn bilan uyg'unlashgan Xorazm gilamlari esa ko'rgazmadan joy oldi. Biz asosan Xiva shahrida, Chanqira hududida ipakdan gilam to'kimiz. Bizning gilamlarimizning dizaynlari 14-15 asr dizaynlari bo'lib, ulardan Kamoliddin Behzod naqshlardan nuqsa olingan. Hamda unga qo'shimcha holda o'zimizning Xiva naqshlari, masalan, mayorikalardan, eski eshiklardan olingan bo'lib, 100% ipakdan hamda 100% tabiiy ranglarga bo'yab ipak gilamlar to'qiladi. Festivalda milliy suvenirlar va xalq amaliy san'ati mahsulotlari yarmarkasi ham namoyish etildi. Gilamchilik bilan bir qatorda oxirgi 10 yillikda yungdan har xil buyumlar to'qishni yo'lga qo'yganman. Qirg'iziston hamda Qozog'istonga borib o'rganib kelib, Qoraqalpog'istonda, O'zbekistonda yungchilikni rivojlantirishga harakat qilyapman. Ko'rgazmaga esa yungdan to'qilgan gilamlar, turli choponlar, oyoq kiyimlar va boshqa yungdan to'qilgan har xil mahsulotlarni chiqardik. Shuningdek, ko'rgazma doirasida O'zbekiston gilamdozligi an'ana va innovatsiya mavzusida xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya ham bo'lib o'tdi. Mazkur anjumanda gilamdozlik san'atini saqlash, rivojlantirish va innovatsion yondashuvlarni joriy etishga oid muhim masalalar muhokama qilindi. Qaysi yo'nalishda masalan hunarmandlar faoliyat olib borish kerak? Nimani masalan yangi deb o'zini ijodiga kiritish kerak va qaysi yo'llarda qanaqa xato bo'lyapti? Shuning uchun bu ilmiy dastur, ilmiy tadbir bu festivalning mavqesini oshiradi va hunarmandlarga alohida bir saboq sifatida ham xizmat qiladi. Aytish joizki, yurtimizning har bir hududida gilamchilik maktabi shakllangan. Xorazm gilamlari nozik va detalli naqshlari bilan, Samarqand ustalari ipak gilamlaridagi yuqori mahorati bilan, Buxoro va Qashqadaryo maktablari esa milliy gilamchilik an'analarini boyitganligi bilan ajralib turadi.